Mamlakatimizda yuridik ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, ta'lim, ilm-fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlash hamda ekologik huquq sohasida yetuk mutaxassislar tayyorlash yo'lida yana bir muhim qadam tashlandi. Bundan 2 hafta muqaddam O'zbekiston Ekologik partiyasi hamda Toshkent davlat yuridik universiteti o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi va uni amalga oshirishga qaratilgan yo'l xaritasi imzolangan edi. Bugun esa mazkur kelishuv o'zining dastlabki amaliy samarasini namoyon etdi. O'zbekiston Ekologik partiyasi markaziy kengash huzurida Toshkent davlat yuridik universitetining ekologiya huquqi amaliyot shubasi rasman faoliyat boshladi. Ushbu tashabbus nafaqat ikki muassasa o'rtasidagi hamkorlikning mantiqiy davomi, balki mamlakatimizda ekologik huquq sohasida yuqori malakali yuridik kadrlar tayyorlash, talabalarning nazariy bilimlarini haqiqiy amaliyot bilan mustahkamlashga qaratilgan mutlaqo yangi yondashuv sifatida alohida ahamiyat kasb etdi. Amaliyot shubasining tantanali ochilish marosimida O'zbekiston Ekologik partiyasi markaziy kengash raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi rahbari Abdushukur Hamzayev hamda Toshkent davlat yuridik universiteti rektori huquqshunos, ikkinchi darajali adliya maslahatchisi Baxshillo Hajjayev mazkur tashabbus yuridik ta'lim mazmunini zamon talablari asosida boyitish, ekologik huquq sohasida ilmiy va amaliy salohiyatni yuksaltirish, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish hamda ta'lim, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishini alohida ta'kidladilar. Yangi tashkil etilgan amaliyot shubasi talabalar uchun haqiqiy tajriba maktabiga aylanadi. Bu yerda ular ekologik qonunchilikni qo'llash amaliyoti, huquqiy tahlil, qonun ijodkorligi, jamoatchilik ekologik nazorati va huquqiy targ'ibot kabi yo'nalishlarda bevosita ishtirok etish orqali o'z bilimlarini amaliyotda mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ochilish marosimidan so'ng yuridik universitet vakillari partiya binosi va yoshlar loyihalari bilan tanishtirildi. Mazkur kundan esdalik sifatida daraxt ekish ham yoddan ko'tarilmadi. Partiyamiz markaziy kengashida amalga oshirilgan bugungi tashabbus ekologik huquq sohasida faqat bilimli emas, balki yuksak amaliy tajribaga ega tashabbuskor va zamonaviy fikrlaydigan huquqshunos avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu esa ekologik qonunchilikni takomillashtirish, atrof muhit muhofazasiga oid huquqiy mexanizmlarni yanada kuchaytirish hamda mamlakatimizda ekologik huquqiy madaniyatni yuksaltirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri sifatida tarixga muhrlanadi.